Yana bir bor assalomu alaykum, добрый день. Tak, ertalabki mashinamiz полностью yechib, sideniyalar anaqa qilindi, yuvildi, apishib kelib, pol yuvildi. Keyin просто mandan oldin yechishgan ekan, mana bu plastmassasini sal izi qolgan ekan. O'shanga mana shu ikkita konsul, mana shu qopqoni kraskalar bor edi. O'sha juda xunuk bo'lib ketgan ekan. Keyin hamma laminatsiya yechib tashaldi. Yangi qo'yiladigan bo'ldi laminatsiya, juda ham anaqa edi. Bar ichidagi anaqa hamma musullarni tozalab, hamma anaqalarini chiqarildi. Yana nima qilindi bunda? Patolog bularniki toza. Влажный просто artildi. Yo'lar normal. Bitta mana bu dog'i ketmadi. Hozir mana shuni ham просто ko'tarib plysos qilib bering deyishdi. Mayli. Orqaga kelsak, bagaj top-toza edi, no. Bitta kir joyi bor edi, o'sha tozalandi. Mana buni tegi kiriydi. Buni meni tozalandi. Xizmatli bo'lsa, bemalol aloqadamiz. Мы на связи. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.